ismini demesem gayret olmaz. Bu şu bir alimninki, bir ayol kişininki mesela tarihteki bir peygamberin ayalı toğruluk yapılan çağda yoldaşının Allah razı olsun diyen nesli yazıp boğan iken ayol kişi kelgen ismini Raziye dep ödep gitti. Ben kopup onu Allah razı olsun dep yazayla desem muşunda feministlik kalamsız dedim. Ulan ben dedim nimişka bu ayolların ismi mehrem bulamdı desek ya biz ayolların ismini atıp mesela bizim Uygur ulemalarımızın diyen gibi de bu. Ayolların ismini deyiş iyi. Mesela biz çoğun yığınlar katlaşımız mesela. Çetelde, Avustralya, başka yerlerde kelgen ulema ustazlarımız yığın katlaşkanlarını, hanımlar, efendiler, yaki beyler, yakının Türkiye'deki ulemalarımızı tekrar önemli karındaşlarımız diyen nesil dep samayız mesela. Bu bizim nenemiz, ben oradan bir kıtım tartışıp boğan iken yığın katlaşkan ayolların hemisteydi. Bu bizni köremdi o ya kömemdi mala. Kemsek katlaşanlardaydı. Kelsek biz bir yerden yok heykel mi, resim mi bir yerde mesela. Bir kıtım Allah razı olsun dep koysa ülep gitemdi o bu. Uygur milletdeki nereden singen bu bir neser dedi. Bugün bunun derdini sizler bacım diyorlar. Hakikaten aşındak mesela. Bu Uygurlarga mesela kaçan da başlap sınıf kirgen bu ayollarning tüven körüştüğünüzü? Tüven körüş kaçan kirgen desizler? İslam dini bizga Sutuq Bug'roxonning davrida kirdi. 950-yillar atrofida milodiyaniki. Sutuq Bug'roxon musulmon bo'lgandan keyin o'zi asta davlatni islom davlatiga aylantirdi shundaqmi? Uzun qamay bir 40-50 yildan keyin Xotan tarafni qo'shildi, uning ashundoqlab bir islom davlati bo'ldi. Shu chaqda Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojiblar dunyoga keldi. Uni boshqa nurg'un olimlar chiqdi. Yusuf Xas Hojibninki shu nima Qutatqı bilik degan asari saodat birdigan bilim degan gapga o Qutatqı bilik degan asarda shu Qur'on hadisdan elib shuni bütün meseleler mesela ata-ana qanday bo'lish kerak, balla qanday bo'lish kerak, tijoratlik qanday bo'lish kerak, askarlik qanday bo'lish kerak, bozor tijorat qanday bo'lish kerak, bütün hamma narsaning prinsipini she'r bilan yozib chiqqan. 18 oy o'tirib yozib chiqqan. Şu çağlıda İslam şunda parlak bo'lgan, şu Qarxallar davrida Qarxallar shundan kengayib, şu nimaga Farg'ona vodiysigacha O'rta Osiyoning hammasi Qarxallar davlatining bo'lganda, Qarxallarninki qishliq poytaxti Qashqa, yozliq poytaxti Qirg'izistonning Balasagun bo'lgan. Shunchalik cho'ng kengaygan. Kengayib shunda runaq deb qilgandan keyin bular Saidiya xalqining davriga kelganda, Saidiya xalqininki yakanda qo'ygan Saidiya xalqining davriga kelgan vaqtida bu Appoq Xo'ja aytgan bir munofiqlik o'tirg'i chiqdi. Unda qilib tariqat, shariat deb ikkiga ayirib, tariqatchilar, haliqi Aqtog'li Xo'jalar, Qartog'li Xo'jalar bu Xo'jalar bisi-bisini o'ltirishga boshladi shu chaqda. Bu qanday bo'ldi desa, buning hammasi bütün islom dunyosida bo'lgan bir mag'lubiyatning natijasi. 16-asrdan keyin 16. asr bütün dünyada Saudi Arabistan, Türkiye, bütün İslam dünyası hatta Hindistan, bizim vatan hem yerde bu dindin buruluş, doğru akideden burulup Sufizmga buruluş, terki dünyalık buruluş deb ketdi. Hammadan terki dünya degan yaman, dunyoni yaxshi ko'rma, oxiratni degan. Oxiratga pul ketgan lobayt, oxiratni qani deysan, bu dunyo yaman deb ayda targ'ib qildigan, ammo kishilarning haqqini ko'rmagan chog'da yeb oladigan. Aslında mollalar çıkan hem de. Demek mescidge tergib qilmay, xonaqaga tergib qilgan, Allohga ibodat qilishga tergib qilishning o'rniga avliyoga ibodat qilishga tergib qilgan. Aslında xato bir ideya keldimi? Shu chog'dan tortib bizdagi qimmat qarash, islomiy axloq 16-asrdan tortib buzilishga boshladi. Buzilishga boshlab 300 yilga yaqin vaqtga, bu shuni 300 yilning oldida Xitoyning istilosiga uchirdi bizni vatan. Nimishqa? Bizda vatan deyotgan, vatanga bo'lgan muhabbat, diniga bo'lgan muhabbat, hammasi asl-ustin bo'lib ketgan. Qimmat qarash yo'qolib ketdi. Demak, Saidiya xalqining oxirgi davridan tortib bizning dinimiz buzilgan. Shu chog'dan tortib o ulamalar hammasi shu Arabninki, Farisning boshqa olimlarga tabi bo'lib, bularning shu kitoblarni o'qiydi. Anda o'g'li ashulamo Rasulullohning qilganlarga sunnatliga xilof holda ayollarning ismini ag'izga elishdan nomus qildigan. Hatto o ayollarning to'yin ko'rganligining nimasi u? Ular masalan ayol degan bek muhim, anda bunda ayol degan bola tarbiya bunda deganlar ayolni faqat bir bola tug'digan bir zavod, tamoq etadigan bir povur, aşçı, ikki yerga qisqartib qo'ygan ayolning vazifasini. Bola tug'ib turgan zavod, tamoq etib turgan oshxona ayol. Shunda bo'lgan.
Ayna bakın onun tesiri elbette bizge yuqqan. Tesir bizge mi yuqqan şunun tesiri. Demek biz muşu işini biz muşuna hatalıklarını davamlaştırıversek işimiz oңşalmaydı. Özgertiş gerek bu işlerini. Fikirlerini özgertiş gerek. Ay Resulullah'ın devrine qaytiş gerek. Peygamberimiz hiç qanday bir ayağının ismini aytishdi. Numus qilmaydi. Hatta özünün ayağının ismini hiç qachon Abu Bakır'ın kızı demeydi. Ayşe Üziz bayan kılgandı mı? Hadis bayan kılgandı mı? Ayşe mındaq dedi, Ayşe mındaq dedi. Sahabiler mı? Ayşe razıyallahu anha dedi. Uçuk deyiverdi. Qandaq olab bu ayalının ismini tilga elishdi, numus qutqan bulab qaldı. Nereden ügendik bunu bilmeymi? Bu bizdeki kelgen İslam'nınki şu buyrulup ketiş devrideki, ezip ketiş devirde sirttin kirgen bir afet değil mi onu? Şu afet sebebinden bizden vatanda mesela ben küçük vaktimde ayallar kino tiyatroga chiqsa hech kimni aytmaydi. Bir ayol bir meshitga kirib qolsa, hammasi jin ko'rgandek qarab ketadi. Bu ayol qanday meshitga kiribdi deydi. Nim bo'ladi meshitga kelsa? Shu meshitga kiymaganlik uchun, analar jahil qolganlik uchun jahil bolalarni yetishtirdi shu. Xulosasi shu. Ayollar meshitga kelsa, imomning vaz nasihatlarini anglaydi. Meshit deganda ilmiy so'rin bo'ldi. Nurg'un ishlardan mahrum qoldi ayol. Nurg'un ishlardan mahrum qolib qo'yganligidan bu jahil bilimsiz qarqo'saq ayollardan qarqo'saq bola yetishdi. Bu qarqo'saq bolani 7 yosh kirguncha uningki mingisga ayndag'aligi yaxshi ishlarni, yaxshi islom axloqini, qimmat qarashlarni, go'zal axloqini bunda singdirmay, bunda qilgandan bu bola keyin maktabga borsin, mayli dangliq ustoz domullamda qarajimda o'qisin, u bola ya'ni shu ota-onasidan o'rganganini qiladi u. Ilmni olgan bilan axloqi o'zgarmaydi. Shuni esimizdan qat'iy chiqmasin, bolani har qanday katta olim bo'lib kelsin, qarajim bo'lib kelsin, hojim bo'lib kelsin, domullam bo'lib kelsin, ota-onasi tarbiyalangan bolani ustoz tarbiyalanmaydi. Ata-onasi adam qilmagan bolani ustoz adam qilmaydi. Maktabni adam qilmaydi. Shunga ota-ona birinchi ota-ona urug'ni soladi, uning ustozlar bu urug'ni davomlashtirib undiradi hamda. Shu ikki narsani unutmaslik kerak. Biri balalarımızı gösteren bütün yaxşılıklardan hiç qaysi riya olmaydı. Hatta aşırıp gösterişimiz gerek. Aşırı kılgan yaxşılıkımızı, ibadetlerimizni, bütün hemen narsani balalarım kösün, balalarım benden ügensin degandan bilen bekrak mükemmel kılışımız gerek. Bunu da hiç qanday riya olmaydı. İkinci, üzümüz terbiyelemigen balını her qanday usta profesör, doktor bu terbiyeleyemeydi. Yani üzümüz adam kılamagan balını olu adam kılamaydı. Adam kılgan adam biz yani.